Bolam 13 ta 14 ta dorini bir kunda ichdi. Aptekadan borib endi qimmat summaga oldik, firmani dorisi ekan. Uni ichdi, butun badaniga toshib ketdi. 6 oy 8 oy dori ichdi. Bularda ichida bir 4 tami 5 tasi gormon. Siz bizga kelganingizcha farzandingiz bilan nima holat bo'lgan edi? Shuni bir qisqacha aytib bering bizga. Shu o'tgan yili bahorlarda bolamga 2 donagina kichkina dog'cha tushib qoldi. O'zimizda больницаga bordim, ko'rjinliga 5-6 ta dori yozib berdi. Uni buni aptekadan olasizlar dedi. Aptekadan borib endi qimmat summaga oldik, firmani dorisi ekan. Uni ichdi, butun badaniga toshib ketdi. Rezultat bo'lmadi. Keyin ertadan viloyatga bordik. Viloyatdagilar 3-4 ta doktorga ko'rsatish kerak buni deb, nevropatolog, endokrinolog, pediatr doktorlariga yozib berdi. 3-4 ta doktorga olib borgan bo'lsam, dermatolog 4 ta, endokrinolog 5 ta, nevropatolog 6 ta tabletka yozib berdi. Bolam 13 ta 14 ta dorini bir kunda ichdi. O'zim hamshira bo'lganligim uchun yarim soat, 1 soat oralig'ida ichqizdim. Keyingi safar borsak, analiz topshiramiz, gormon analiz, gormonlari noto'g'ri chiqadi, lekin dorilarni ichaveradi. Shu 6 oy, 8 oy dori ichdi. Bularda ichida bir 4 tami 5 tasi gormon edi. 3 kun kapilni oladi, deksametazon oladi, gidrokortizon, kortef ichadi, prednizolon ichadi. Xullas qo'yingki, gormon dorilarni benihoya ko'p ichib, butun badaniga 2 dona dog' yo'qotamiz, butun badaniga shu dog' tushib ketdi. Endi shunga barcha bemorlarga maslahatim, o'zini mutaxassis bo'lgan joyga borib davolanishlarini istardim. Juda qiynaldik. Bizga kelganlaringizga qancha vaqt bo'ldi hozir? Hozir bizga kelganimizga 3-kursiga keldik. 3-kurs bo'lsa 3 oy bo'ldi. Ha, 3 oy bo'ldi. Nima o'zgarish bo'ldi shu kungacha? O'zgarish baqa kelgan kunimizda hamma dorilarni atmay qildingiz. Tabiiy dorilar, damlamalar ichdi. O'zgarishlar zo'r. Xudoga shukr. Ancha o'zgarishi yaxshi bolamda. Necha foizda yaxshi bo'ldi? 50-60% yopildi. Endi tasavvur qiling, butun badanidan 50-60% yopildi. Bu katta natijada. Xudoga shukr.